Odam qanday umr kechirsa, shunday o'lar ekan. Rahmatli qanday yaxshi inson ekanda joni namozda uzilibdi. Bir vasiyatnomasi bor edi. Marhumni bekorga kuttirganimiz qoldi. Qani bo'lmasa mayitni ko'taraylik. Bir paypoqni kiygazish shunchalik qiyinmi? Hali ham qaysarlik qilyapsizmi? Otamiz vasiyat qoldiribdi. Ammo biz unga bir paypoqni ham kiygiza olmayapmiz. Buni qanday qabul qilay? Otang menga ham senga berishim uchun bir maktub qoldirgandi. Farzandlarim, sizga shuncha mol-mulk qoldirdim. Ko'ryapsiz-ku, ketar choqim menga bir eski paypoqni kiydirishga ham izn berishmayapti. Bir kun kelib Alloh buyurgan payti siz ham meni shu holimga tushganingizda sizga ham kafandan boshqasiga izn berishmaydi. Oxiratda sizni qutqaruvchi ashyolaringiz bo'lmagan taqdirda foniy dunyoda qoladigan ashyolaringizni qadrlamang. Foniy dunyodan oxiratga olib ketadiganingiz bir ikki quloch matodan boshqa narsa emas. Ya marhaba.